Assalomu alaykum, sizlar bilan yana Behruz. Bugungi manzilimiz qayerda bo'ylaysiz? Bugun sizni O'zbekistonning eng sirli va mo'jizali maskanlaridan biriga olib boramiz. Bu joy minglab ziyoratgohchilarni o'ziga tortadigan, afsona va haqiqat birlashadigan maskan. Bu Hazrat Davud ziyoratgohi. Qani ketdik. Aytishlaricha, bu yerda 1303 ta zina bor ekan. Hozir biz buni amallab ko'rib chiqamiz. 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 92, 293, 294, 295, 296, 297, 298. Beş 582, 583. Mana buni hozir sanaymi? Nima qilayman? Sanayman. 751, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910. Assalomu alaykum. Ammo necha mingdan? Ana shu 6 mingmi? 1139, 1140, 1141, 1198, 1199, 1200, 201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1211. Bu bo'ldi. Behruz 1200 ta zina bosib o'tgan bo'ldi. Aslida bu yerda 1303 ta zina deyilgan, lekin xalq og'zida 1265 ta, lekin men 1290 ta sanadim. Yuqorida qabr bor, Hazrat Davud payg'ambarimizning qabrlari bor, sun'iy. Va u yerni ko'ramiz. Keyin pastga tushganimizdan so'ng g'orga ham kirib o'tamiz. Hazrat Davud ziyoratgohi Samarqand viloyatining Nurobod tumani hududida dengiz sathidan taxminan 1250 metr balandlikda joylashgan. Hazrat Davud payg'ambar. Islomda u Allohning payg'ambari, Zabur kitobi sohibi sifatida tanilgan. U temirni qo'li bilan ekib, undan buyumlar yasagan. Shu sababli u temirchilar piri sifatida ham hurmat qilinadi. Bu joyda siz xatni Qur'on qilib, hatto namozlaringizni o'qib olish uchun qulaylik mavjud. So'ng tog'ning orqa tomonidan zinalar bo'ylab u kishining g'orlariga borishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu yer odamlar bilan gavjum joy. G'orga kirish navbat bilan ekan, chunki ziyoratchilar juda ham ko'p kelar ekan. Biz taxminan 50 kishidan ziyod odamlar bilan 15 daqiqacha kutdik. Bu yerda kirish uchun hech qanday to'lovlar yo'q.
G'orda kirayotganingizda juda ehtiyot bo'lib kirishingizni tavsiya qilaman. Chunki ichkariga kiravergan sari atrofingizdagi toshlar nam va sirpanchiq bo'lib boraveradi. G'orda kirganingizda butunlay boshqacha go'zallikni ko'rasiz. Eng qiziq joy bu sirli g'or. Afsonalarga ko'ra, Dovud payg'ambar dushmanlaridan qochib keladi. U Allohga iltijo qiladi va qo'llari bilan qattiq toshni mumdek eritib yuboradi. Shu tariqa tog' ichida g'or paydo bo'ladi. Bugungi kunda ham g'or ichida ulkan qo'l izlari, panja va oyoq izlari saqlanib qolgan deb ishoniladi. Ziyoratchilar bu izlarga tegib niyat qilishadi. G'or uzunligi taxminan 60 metr, balandligi esa 15 metrga yetadi. U qorong'u tunnelga o'xshaydi, lekin ichkarida harorat o'zgacha. Yozda salqin, qishda esa iliq. Bu holat ko'plab odamlar tomonidan mo'jiza sifatida qabul qilinadi. Bugungi kunda bu maskan mahalliy aholi, xorijiy sayyohlar, ziyoratchilar uchun muhim joy. Bu yerga kelgan har bir inson niyat qiladi, duo qiladi va qalbida bir o'zgarish bilan qaytadi. Men hozir g'orga kirib ko'rdim. U yer yaxshi ekan, tavsiya qilaman kelib ko'rishingizni. Lekin ko'p vaqtni oladi. Lekin yaxshi. G'orga kirganingizdan so'ng u yer to'rt, u yerda ma'lumotlar beriladi sizga. Men barmoq izlarimni ko'rdim. 1000 marta eshitgandan ko'ra bir marta kelib ko'rgan afzal deganlaridek, sizlarni ham kelib ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Aytgancha, agar sizda oyoq bilan muammongiz bo'lsa, xavotirlanmang. Bu yerda eshak va otlar xizmati ham bor ekan. Sizni eshakda 60 mingga, otda esa 120 mingga chiqarib qo'yishar ekan. Albatta savdolashib minishingizni tavsiya qilaman. Undan tashqari, agar siz o'z shaxsiy mashinangizga kelmasangiz, balki katta avtobuslarda kelsangiz, atigi 5000 so'mga keltirib qo'yadigan taksi xizmatlaridan foydalanar ekansiz. Chunki avtobuslarni bu yer darvozasigacha qo'ymas ekan. Shunaqa gaplar. Meni kuzatib boring. Kanalimga obuna bo'lib, like bosish esingizdan chiqmasin. Va men sizlarga yana sayohat joylarini ko'rsatib boraman. Xayr.